Judayam uxlagim kelyapti. Ey miya, nega meni doim qiynab yotibsan? Menga tezetroq gormonlar ishlatib yotibsan? Nima qilay? Hamma a'zolar menga ishlolmayapman deb yotibdi. Tezetroq gormon yetishmayapti deyapti. Sen menga yordam berishing kerak. Oshqozon kislota ishlab chiqarmasa, tuxumdonlar gormonlarni umuman hosil qilmayapti. Ichaklarni ham umuman gapirmasa ham bo'ladi. Men bitta nima aloqam bor? Nima qilishim kerak men? Balkim jigarga iltimos qilarmiz. Jigar bizga yordam beradi. Menga umuman tegmasanglar ham bo'ladi. Meni ahvolim o'zi shunday ham chattoq. Bu odam bir kun meni umuman axlat bilan to'ldirib tashladi. Kecha mana aytadigan bo'lsak, kola bilan chips yedik. Ular yetmaganiga yana kechasi bilan ularni tozalab chiqqanim yetmaganiga gamburgerlar va qovurilgan kartoshka shirinliklarni yetmaysan. Har 2 soatda men gormonlar haqida o'ylamayman umuman. O'ylashga vaqtim ham. Hamma resurslarni buyrak usti beziga berib bo'ldim. Nima qilishim kerak? Selen va yod umuman yo'q. Magniyni etmasa ham bo'ladi. Bizga umuman qiyin. Buyrak usti bezlari umuman kechasi bilan uxlamadik. Sochlayapsizlarmi? Stop. To'xtanglar. Meni umuman o'ylamanglar. Men bekam har doim meni sochlarimga chiroyli narsalarni sepib, hamma oyligini shu narsalar uchun sarflayapti. Oshqozon men umuman bu aloqam yo'q. Menda umuman kislota yo'q. Qandoshlik. Ichaklar haqida umuman o'ylamanglar. Men kislota va o't qopidan o't kelmagandan keyin ishlash tugul dam olishga ketyapman. Resurslar nol bo'lgan ekan. Endi biz sizlar bilan ekonom rejimni yoqamiz. Ekonom rejimi haqida o'ylamanglar. Yo'q, faqat bu emas. Demak, bugundan boshlab harakatni kamaytiramiz. Temperaturani pasaytiramiz. Kayfiyat aytolmayman endi. Xotira bo'lsa, o'ylab ko'ramiz. Agar shunaqa holatlaringizlar o'zgarishini xohlamasanglar, albatta menga murojaat qilinglar. Qabulga yozilishinglar mumkin.